O'zbekiston Respublikasida 4-hokimiyat deb ataluvchi matbuot xodimlariga murojaat. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoqlarning, aynan Kun.uz, Daryo.uz rasmiy kanali hurmatli xodimlari va jurnalistlari. Yaxshimisizlar? Sog' salomat, elim deb, yurtim deb yonib, el yurt dardini aytishdik, mas'uliyatli burch bo'lmish jurnalistik faoliyatlaringiz bilan charchamayapsizlarmi? Donolar jurnalistlarni shu el yurtning, xalqning tili deb atashadi. Ana shunday mas'uliyatli vazifalaringizni bajarishda ijodlaringizga ko'z tegmasin deb, o'zlaringizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizga zafarlar tilayman. Yangiliklarni eshitishga, ko'rishga, yaratishga qiziqqanim bois, sizlarning yangilik va ko'rsatuvlaringizni ko'rib, eshitib qo'llab boruvchi obunachilaringizdan biri bo'lmish Kamina Rahim Ibrohimov, Samarqand viloyati Narpay tumanida yashayman. Ma'lumotim o'rta maxsus. Mutaxassisligim elektrogidrotexnik. Shu sohada har qanday muammoni kam xarajat yo'l bilan yechimini topish menga odatdir. Bu balkim iqtidorimdir. Bugungi kunda shu sohada 40 yillik ishlaganim bois tejamkorlikka, foydaga oid yangiliklar kirita oladigan haqiqiy mutaxassis bo'lib nafaqaga chiqqanman. Sizlarning yangilik va xabarlaringizni ko'rib qiziqqan sohamga javob topaman-u. Lekin O'zbekistonimizning kamayish o'rniga ko'payayotgan tashqi qarzini tez xabarlaringizdan eshitib, ko'nglimni xiralik, xavotir egallab, xotirjamligim ham yo'qolib bo'ldi. Chunki qarzga botgan davlatlarning badaliga, yer bilan bog'liq ahvoliga qarab, biz ham befarq bo'lmay, saboq olsak, ogoh bo'lsak, xavfdan xoli ehtiyot bo'lar edik. Shunday ahvolga tushmasligimiz uchun shoir aytgan edik, men yonmasam, sizlar yonmasangizlar, kelajak nima bo'ladi degan edik. Kelajagimizga befarq bo'lmagan, fidoyi, o'qimishli, olim, tadbirkor, yurt farzandlaridan bor iqtidorlarni ishlatib, sevgan o'z sohalarida izlanishlar bilan yurt iqtisodiyotini ko'tarish yo'lida harakatlar qilishni, qarz xavfidan qutulishni, rodina mat zaviyot deganlardek vatanimiz bizdan umid qilib kutayotgandek bo'lavermoqda nazarimda. Hozirgi davrning, vatanimizning shunday talabini his etganligim uchun 40 yil suv, elektr sohasida ishlab, shu sohaga yangiliklar kirita oladigan, 7 o'ylab bir kesadigan haqiqiy mutaxassis bo'lganimdan, tajribamdan kelib chiqib, asoslarga tayanib, shu el yurt iqtisodini ko'taradigan ushbu yangilikka loyiq taklifim tug'ilgan edi. Shu taklifimni 2010-yildan buyon tegishli hamma joyga murojaat etib kelmoqdaman. Natija bo'lmagach, shu el yurt uchun qayg'uradigan, fidoyi, jonkuyar, shu xalqning tili deb ataladigan siz jurnalistlar e'tiboriga havola etib, o'zim yengil bo'lmoqchi bo'ldim. Taklifimning sarlavhasi tabiiy imkoniyat, bu energiya, bu iqtisodiyot demakdir. Taklifim quyidagicha edi. Ya'ni Zarafshon daryosida joylashgan Damxo'ja gidrouzilda artizan quduqlari burg'lanib, Navoiy shahri tomon tog' etagi bo'ylab dash hududidan o'ravim bilan tortilishi kerak bo'lgan quvurga ulanadi. Natijasi esa suv ochilgach, artizan quduqlaridan tinib chiqqan suv g'arb tomon pastligi bois quvurda o'zi ketib, tezlikni oshirib, tortish bosim kuchini hosil etar edi. Bunga yaqqol misol Damxo'ja, Navoiy, Buxoro suv quvurdagi jarayon xuddi shunday kechmoqda. Biroq bu quvur daryo yonidan, suvli past hududdan o'tganligi sabab bir o'q bilan bitta quyon urilmoqda. Men taklif etayotgan shunday quvurning shu hududning yuqori qismidan o'tkazilsa, davr talabiga mos bo'lib, energiyasiz, ya'ni nasoslarsiz, yangicha usul bo'lib, bir o'q bilan o'nlab quyon ko'zlanar edi. Ya'ni taklifimda quvurning shu hududning yuqori qismidan o'tkazilishining pastki hududdan o'tgan quvurga nisbatan ustunlik tomonlari quyidagicha. Ayrimlarni aytib o'taman. Birinchi, suvning o'zining qayta tiklangan tortish bosim kuchi natijasida Kattaqo'rg'on, Narpay, Paxtachi tumanlari hamda Navoiy shahri aholisi tannarxi arzon, nasoslarsiz, samotok ichimlik suvi bilan ta'minlanar edi. Ikkinchisi, bundan tashqari tog' etagi, dash quruq yerlardan o'tgan quvur bo'ylab yonida Navoiy shahrigacha yashil hududlar aholi yashash punktlari paydo bo'lar edi. Uchinchi, yana shu
yana quvurning tabiiy bosim kuchi sharofati bilan faqat tomchilatib, yomg'irlatib sug'orish sharti bilan oziq-ovqat yetishtirish va qayta ishlash yo'lida chorva, parranda, issiqxona, kichik dehqon, fermer xo'jaliklari uchun minglab ish o'rinlari yaratilar edi. 4. Taklifimdagi bu quvur shu tumanlarning yuqori qismidan tortilishi bilanoq yana bir zamonaviy usulga o'tilar edi. Ya'ni suv hisoblagichlar, hisob kitobi, suvni ochib yopish bir markazdan onlayn bajarish imkoniyati yaratilar edi. Hozirgi gaz svetnikidek. Shunda bu sohada korrupsiyaga yo'l qolmas edi. 5. Eng asosiysi, hozirgi 4 ta tuman aholisini ichimlik suvi bilan ta'minlayotgan va yana boshqa yuzlab nasoslarga ehtiyoj yo'qolib, davlatimizning yiliga 50 milliarddan ortiq so'mlik energiyasi tejalar edi. Ushbu taklifimni 2010-yildan buyon tabiiy imkoniyat tufayli samotok tabiiy nasos usuli borligini mahalliy gazetalarda, radioda, televizorda, keyin internetda chiqish qilib, so'ngra har yili tegishli idoralarga, ya'ni Fanlar akademiyasiga, Innovatsion vazirligiga, Gidroproyektga, suv muomala tadqiqot institutiga, siyosiy partiyalarga murojaat etib kelmoqda edim. Biroq shu yurtimiz iqtisodi kelajagi uchun shunday foydali, oddiy suvchi ham tushunadigan taklifimga tegishli idoralar e'tibor qaratishmadi. Qarzning oshishi ham, xavf balosi ham oddiy shunday yurt iqtisodiga kichik e'tiborsizliklardan, ilm deb, yurtim deb yonmaslikdan boshlanadi. Mana shu taklifimga tegishli idoralar vaqtida ilmiy yondashib, e'tibor qaratib amalga oshirganda edi. Yiliga 50 milliarddan ortiq so'mlik energiyamiz nasoslarga sarflanmasdan, isroflanmasdan foydaga, pulga aylanib, davlatimizni tashqi qarzini yengillatishga yaxshigina hissa qo'shar edi. Yurtimizda hamma narsa bo'lsa-da, afsus ob-hayot, oziq-ovqat, ya'ni tiriklik manbai bo'lmish suv resurslarimiz cheklanganini, kelajakda hozirgidan ham kamayib ketishini ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Shuning uchun ham bor suvdan aqlona, samarali ishlatishni o'rganib borishni davrning o'zi bizdan talab etmoqda. Aynan shunday talablarni his etganligim uchun shu taklifim tug'ilgan edi. Shu taklifim suv tanqis yillarda juda qo'l kelib, nasoslarsiz samotok suv tortish usuli ilk bor sizlarning ko'maklaringizda amalga oshsa, oziq-ovqat xavfsizligini asrash yo'lida yurtimizning ko'plab hududlarida ham qo'llanilib, ommalashishi mumkin edi. Ana shunday foydali yashil iqtisodiyot so'ziga mos elektr energiya, suv tejamkorlikka tabiiy yo'l bilan ilmiy yondashib erishilishi kerak bo'lgan shu el yurtimiz iqtisodini ko'tarish yo'lida zarur bo'lgan taklifim sizlarning e'tiborlaringiz, yordamlaringiz bilan amalga oshishiga ishonaman. Chunki yurtimizda ko'p yechimini topmagan ko'p ishlar sizlarning efirlaringizdan so'ng ijobiy hal bo'lganini ko'rib, eshitib kelmoqdaman. Bunga sabab siz jurnalistlarda so'z san'ati, qudrati bo'lgan adabiyot bordir. Adabiyot esa atomdan kuchli deydi ulug' yozuvchimiz Abdulla Qahhor. Adabiyot bilan ish yuritganlaringiz uchun dunyo bo'ylab obunachilaringiz ko'pdir. Shu bois daryodan quvurga kirgan suv quvurdan chiqishi bilanoq pulga aylanishini ko'pchilik bilgani kabi, xorijlik Alisher Usmonovdek, Adler Kerridek sarmoyadorlar ham eshitib qiziqib qolishi mumkin. Yoki muhtaram prezidentimiz ham sizlar orqali taklifimni ko'rib yoki eshitib davlatimiz iqtisodini uchun kerakli deb qo'llab yuborishi mumkin. Xullas, har qanday kishi Kun.uz sahifalarini ocharkan, unda ko'p uchraydigan kechikkan Hindiston sarlavhasiga ko'zi tushishi bilanoq u yerda suv, atrof muhit, ekologiya ahvoli yomonligini birdan hayoldan o'tkazishadi. Mening nazarimda O'zbekistonimiz ham shu kabi va yana siyosiy, iqtisodiy masalalarda kechikayotgandek bo'lavermoqda. Hindiston ekologik ahvoldan kechganidek, biz ham siyosiy va iqtisodiy masalalarda kechikmasligimiz uchun hozirgi vaziyatni chuqur his etib, Yevropa davlatlaridan o'rnak olsak, andoza olsak yaxshi bo'lar edi. Masalan, yaqin tanishlarim Germaniyada yashab ishlashadi. Tabiiy gazi bo'lmasa-da, xonadonlarni isitish haqida yoki elektr, suv sohasida biznikidek muammolarni umuman ko'rmaganliklarini aytib berishadi. Bu so'zlarga ishonsa bo'ladi. Chunki hammamiz bilamiz, nemis texnologiyalari har biri ishi
pishiq, puxta, mukammal bo'lishi ular uchun qonun hisoblanadi. Demoqchimanki, bu davlatlarning hislatlaridan, qo'llanmalaridan, yutuqlaridan qancha ko'p o'rnak olsak, O'zbekistonimiz ham hech qaysi sohadan kechikib ham qolmas edi, yana qarz xavfiga ham, qopqoniga ham yaqinlashmas edi. Yaxshi niyat, yarim davlat deganlaridek taklifimni balkim nemis sarmoyasi hamda mutaxassislari hamkorligida amalga oshirish niyatida edim. Chunki har qanday davlat ham kelajagi bor, istiqbolli loyihalarga sarmoya kiritishga qiziqishadi. Yana ham qizig'i shu ediki, Navoiy so'zini eshitishi bilanoq har qanday davlatlar o'rtasida taklifim tala-talash bo'lar edi. Nega tala-talash bo'lishligini hammamiz yaxshi bilamiz. Bu yog'i sizlarning yordamlaringiz bilan faqat targ'ibotda. Hozir esa taklifim amalga oshishligi uchun, navbatma-navbat siljishligi uchun shu xalqning tili deb ataladigan siz jurnalistlardan iltimosim shu ediki, bor iqtidorlaringiz bilan, adabiyot bilan kirishib, shu el yurtimiz iqtisodi kelajagi yo'lida zarur bo'lgan suv, energiya tejalishiga oid va yana oziq-ovqat ishchi o'ringa taalluqli taklifim 2025-yil yashil iqtisodiyot, atrof muhit muhofazasi yiliga mosligi uchun davlat dasturiga kiritib berishlaringizni yana bir bor deb iltimos deb so'rab qolaman deb Narpay tumanidan Rahim Ibrohimov.